Voy ukajonim, sizga plitka olib keldim. Qarang, men bularni qarang. Men bularni qarang ukajonim. Opa, bu plitka emas, slitka-da. Nima farqi bor ukajon? Tilla-yu hammasi. Xo'p, bitta necha grammligini o'zi bilasizmi? Voy, bu yerda hisob-kitob qilasiz. Ancha tillolarni sizga olib keldim, buni qarang. Joni dilim tilloda ukajon. Xo'p. Mana. 10 gram, 5 gram, 1 gram ancha yig'ibsiz ekanda opa. Ay, voy, meni kim deydi bilasizmi? Yo'q, kimsiz opa, Voy, tanimadim. Chorsuda eski kommersantman, tilla sotaman, kiyim-kechaklar sotaman. Yiqqanimda sizga pletka olib keldimda ukajon. Gap yo'q, lekin ancha yig'ib qo'ysiz opa, lekin bu yerda necha grammligini bilasizmi yoki o'zim sanab olishim kerakmi hozir? Sanab olasiz. Xo'p, bo'ladi, hozir ko'raman. Xo'p, fanondan olib kelgan 5 gram, 1 gram. Sanab oling qani bir ukajonim. Buni qarang. Buni qay peshona terlarim bilan yiqqanman a. Gap yo'q opam. 200 gram yig'ib qo'yibsiz ekan-a? Qarang, buni o'zi yig'ib tashlayveraman-da, lekin sotishga kelganda gramini sotuvchilar aytadi. Qarang, buni olganimda $100 olganman tillalarni. Xo'p, opa qarang, $100 olgan bo'lsangiz, hozirgi payt qimmat bo'lgan narx, lekin ancha foydada ekansizlar. Yo, va biladi ekansiz lekin. Insofi bor-ku, barakasi bor ukajon. Opa, qarang, 200 gram 999 probez bor ekan. Buni bugungi kunda grami 2 million 50 mingdan olamiz. Bu ko'tarilgan narx bugungi kunda 410 million bo'lyapti. Siz o'sha payt olganingizda ancha arzon olgansiz, hozir yaxshi narxga sotyapsiz. Bo'ldi ukajon, siz nima desangiz shu rozi bo'lib kelishtirib, ham kuymasin, kabog ham kuymasin, cho'tka qilib narx qilib bering. Zo'r narx qilib berdim. 2 million 50 mingdan 410 million sizga hozir pul beraman. Rozimisiz? Roziman. Sizga srazu krupnilardan beraman, opa. Bo'ldi, Hozir. Qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 400 million va 10 million beraman. 410 million. Opa, rozimisiz? Roziman, barakasini bersin. Siz ham yaxshi kunlarda ishlating, men ham yaxshi kunlarda ishlatay. Bemalol bizga murojaat qilaverasiz, o'zimizni yaxshi qimmat narxlarda olib qolamiz. Bo'ldi, rahmat sizga. Xo'p, bitta paket bersangiz bo'ldi. Xo'p, bo'ladi hozir.